Assalomu alaykum hurmatli yoshlar, hurmatli tadbirkorlar. Tadbirkorligini endi boshlamoqchi bo'lgan o'sha biznes ideyasi bor, kelajakda shu daromad topmoqchi bo'lgan yoshlar, sizlar bilan uchrashganimizga xursandmiz. Bugungi uchrashuvimizda yosh tadbirkorlik bilan shug'ullanib turganlar yoki tadbirkorlik faoliyatini kengaytirmoqchi, boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun va boshqa tadbirkorlarimiz uchun o'zimizdagi bor o'sha mahsulot va imkoniyatlar, bank imkoniyatlari haqida qisqacha ma'lumot o'taman. Xo'p, birinchi bizda kichik biznesni boshlamoqchi bo'lgan, biznes ideyasiga ega, mustaqil daromad topmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun, yoshlarimiz uchun va mahalla aholilari uchun 18 yoshdan 60 yoshgacha biznes nomli kredit uni maksimal summasi hozirgi kunda 15 million so'mgacha plastik kartochka orqali o'zimizning bank degan jismoniy shaxslarga 3 yil muddatga 26% evaziga kredit faollarni maqsadli yo'nalishda ajratiladi. O'sha soliq ilovada o'zimiz bank qilish yo'nalishdagi o'zini faoliyatiga to'g'ri keladigan bank bo'yicha o'zimiz bank qilib, mustaqil o'sha daromad topish uchun, o'sha foydaga ega bo'lish uchun o'sha kredit mahsulotlaridan bemalol foydalansak bo'ladi. Bundan tashqari bizda tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi boshlamoqchi bo'lgan yosh tadbirkorlarimiz uchun e'tibor qilsak, yosh tadbirkorlarimiz ya'ni 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'zini bank degan jismoniy shaxslar uchun hozirgi kunda 100 million so'mgacha maqsadli yo'nalishda sug'urta va kafillik asosida uzoq muddatga, ya'ni 2 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan yillik 18% imtiyozli kreditlarni ajratiladi. Unda ham o'sha fuqaro, o'sha tadbirkor, jismoniy shaxs soliq ilovasida o'zini bank yo'nalishida o'zini faoliyat turiga to'g'ri keladigan bank yo'nalish bo'yicha o'zini bank qiladi. Mahalla yoshlik yetakchisi bankka, mahalla bankiga murojaat qiladi. Aytib o'taman qaytarib, bunda muddat 2 yil imtiyozli davr bo'ladi. Yillik foiz 18% plastik kartochkaga ajratish yo'li orqali beriladi. Undan tashqari bizda mahalla yuridik kreditimiz bor. Tadbirkorligini yangi boshlamoqchi bo'lgan va faoliyat yurittirgan, asosiy hisoblarni tuzib bo'lgan tadbirkorlarimiz uchun 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan yillik 25% dan 100 million so'mgacha naqd pul kreditlarimiz bor. Hisob raqami bizda bo'ladi. Talab asosiy hisob raqami qo'shimcha ish o'rni yaratish va maqsadli yo'nalishda ishlatishning evaziga 100 million so'mgacha naqd shaklda 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan yillik 25% dan o'sha tadbirkorlarimizga kredit mablag'larini ajratib bo'ladi. Bunda hech qanaqa to'siqlar yo'q. Hop, bizda undan tashqari aloqa bankimizning mijozlar uchun, tadbirkorlar uchun, fuqarolar uchun yana qulay bo'lgan imkoniyatlardan biri Zumrad mobil ilovamiz bor. Unda to'lovlarni qilsangiz bo'ladi, uydan turib yoki masofadan turib, kommunal to'lovlarga yoki misol uchun o'zi yaqiningizga pul o'tkazmalarni foizlari kam o'tkazishda, internet to'lovlari, kommunal to'lovlari, bundan tashqari valyuta ayirboshlash, konvertatsiya juda ham imkoniyatlari ko'p. Tavsiya qilaman, o'sha Zumrad ilovani yuklab olib, aloqa bankdan olsalar, bank kartalar ochib berilyapti. Olsalar virtual karta ochilsalardan bo'ladi. O'sha bemalol masofadan turib, onlayn to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari plastik kartochkalarimiz bor. Plastik kartochkalarimizni o'zlariga yaqin bo'lgan bank ofislariga borib, bemalol o'zgartirish viza kartalarimiz bor, bor kartalarimiz bor. O'ziga ma'qul bo'lgan va ehtiyoj uchun keladigan kartalarni bemalol ochib, kundalik ehtiyojlar uchun ishlatsalar bo'ladi. Bizda hozir imkoniyatlarimiz juda keng. Ayniqsa yosh tadbirkorlar uchun agar kimda qandaydir savol bo'lsa yoki tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, marhamat bemalol savollaringizni joyida ijobiy hal qilishga harakat qilamiz, yechim topishga. Savollaringiz bo'lsa, marhamat bemalol. Tushunarli bo'lsa, sog' bo'lasizlar. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yana murojaat qilsangiz. Rahmat.